Xotin, ana xotini befarosat. Ovqat qilib qo'ymadim, qora ochib ketdi-ku. Endi uylarni yig'ishtirib hali ovqat qilishga ulgurmadim. Yerga tegandan keyinchi men reblab qo'yish kerak. Befarosat. Kechiring adasi, hozir qilib qo'yaman. Adajon, siz ovqatingizni yeb oling. Sen ham ayolmisan? Bir qo'lingdan shira-shira ovqat qilishga keladimi? Padaringga ming la'nat tarbiya bergan. Yo'qotma ovqatingni. Akajon to'yib ketdim. O'zimni gapirsam mayli. Tarbiya bergan ota-onaga ming la'nat deyapti. Ayol kishi eri uchun nima qilish kerak bo'lsa qo'limdan kelganicha qilaman-ku. Yana nima qilish kerak? Xotinni bo'lganingdan keyin qilasan-da. Ko'zing siydigini oqisma. Yo'q, oyijon, yig'lamayman. Erim tilli insonlar. Men uchun hamma narsa qilib beradilar. Akajon, kuyovingiz meni uryaptilar. Men boshqa chidolmayman, iltimos meni olib keting. Onasi? Labi adasi, yana nimadir xato qilib qo'ydimmi? Yo'q. Xatoni men qildim. Tinchlikmi adasi? Bu xotin nima desam, aytganimni qilish kerak deb qulday muomala qilganim. O'zim yaqin chigarimdan, sinimdan qaytyapti. Bu dunyo qaytar dunyoga. Nimaning yeksa ushaverarkansan. Agar dilini olib qo'ygan bo'lsa, meni kechir onasi. Ayolingizni bu ayol ekan deb xo'rlamang. Har bitta bergan azobingiz o'zingiz yaqin chiganlaringizdan, o'pingizdan, siningizdan qaytishi mumkin ekan. Nimagaki bu dunyo qaytar dunyo.